Qadrli do'stlar, Center 3-maktabda oldi 4 qavatli uy, 4-qavati g'ishtlik 3 xonali uy sotuvga chiqyapti. Uydan faqat kir moshina, xolodilnik chiqib ketadi, qolgan narsalar qoladi. Asosiy eshikdan kirgani to'g'rida daspanli. Hamma xona aboy qilingan. Aynalar akfeka. Madana bitta xona, oyoqdagi pol. Oyoqdan baqa bitta eshik qo'yib olsa. Uyda holati yaxshi, sentralniy zona. Oldida 3-maktab. Katta yo'lga yaqin. Hojatxona bilan sanuzel, hammom alohida. Restoran bor. Nasos qo'yilgan ekan suvga. Badza 6 metr verandasi bor ekan. Mebellar qolyapti mana joyida. Xohlagan odam verandaga oshxonalarni olib chiqsa, yana bitta xona qo'shilib qoladi. Ba'zi o'rtasini yopib qo'yishgan ekan, konditsioner bor ekan. Ba'zi oilaviy o'tirib ovqatlanish uchun buni. Holati yaxshi, toza uy. Sentrda yashayman deganlarga mana g'ishtlik 3 xonali uy, narsalari bilan teng bo'ling.